Siz AK Parti'ni özünüz düşman deb qarabsınız. Ben avazsız qalğanımni his qildim. Ben cavab berilmaganini his qildim. Dunyodan, AK Partiyadan, Erdoğan'dan. Hal qilg'uch manfaatlar birlashgan vaqtda Amerika Saudiya Arabistonini Saudiya podshohlarining yektiki uzun ekan demay yillardan buyon ittifoqdosh kuryotidi. Shunday qo'l. O'xshashlan Turkiyada AK Partiyani bular saqili yo'qkan, kostyumliqkan demay yana yeklayotidi nurg'un sohada. Zulüm to'xtag'ini yo'q. Irqiy qirg'inchilik davom qilyotidi. Xitoy hech qanday siyosatini o'zgartgani yo'q. Biz o'liklar bilan kurashamayapmiz. Amerikadagi Uyg'urlarningki nimasi chiqmayotidi? İqameti, panohligi. Yevropada qechib borgan Uyg'urlarga panohlik bergan bilan hech bir davlat rasmiy Ukrainadan, Afg'onistondan 10 minglab, 100 minglab Uyg'ur kishilarni buzgandek rasmiy program qilib olib ketgani yo'q. Türkiye Cumhuriyetini qurish uchun Türkiye'ninki qiziquvlari, ota-onalari jonni tikib kurash qilgan, jihad qilgan. Bazı bir davlatlarga endi bu davlat hokimiyat lotereyadan chiqqandek chiqib qolgan bilan va ko'pincha millatlarga bu qon bedeliga, kurash bedeliga kelgan. Lagerlarda qiynalayotgani bizning odimiz. Dafsanda qilinayotgani bizning singillarimiz. Xorlanayotgani, o'ltirilayotgani bizning ukalarimiz, akalarimiz. Shu bu kurashni biz qilishimiz kerak. Unda bo'lgandan keyin ba'zida Aylıxonga, Yo'lsarixonga biz Sharqiy Turkistonning davosini qilamiz. Uyg'urlarning mustaqilligi deymiz. Ammo xalqninki ba'zisiniki demokratiyani ilgari surgisi va ba'zisiniki bolaning Qur'on savodan chiqarg'usi va hem yoshlarning buni majburiy deb qarayman. Agar tashkilotlarda xizmat qilishni xohlasa tashkilotlarda qilish kerak, xohlamasa o'z oldiga tashkilotlarni qurish kerak, agar yana xohlamasa o'z oldiga qilish kerak. Lekin bu tarixiy majburiyatdan qochmaslik kerak. Mayli buni diniy majburiyat deb bilsin, mayli milliy majburiyat deb bilsin, mayli insoniy majburiyat deb bilsin. Bundan qochmaslik kerak. Chunki sen biz qochsak buni hech kim qilmaydi. Sen biz kaçıp Amerika'dan kütken bika, sen biz kaçıp Türkiye'den kütken bika, sen biz kaçıp Taliban'dan kütken bika. Bu sen ve bizden görüşümüz. Eğer fikrimiz okşamasa uğraşsak buludu, fikrimiz okşamasa tırlaşsak buludu, cidelleşsek buludu. Ama bu kurashni qilishimiz kerak. Qanday qilsak qilib qilishimiz kerak. Buni qilishimiz kerak. Qaydashqa, qechishqa bahonamiz yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq Sharqiy Turkistonlik aziz qarindoshlar. Bugun yoshlar ichida Sharqiy Turkiston uchun aktiv xizmat qilayotgan yoshlarimizdan Muhammad To'xti Ataullah bilan suhbat qilmoqchi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aldı bilan sizni tanıgan barliq qarindoshlar uchun o'zingizni qisqacha bir tanishtirib bersangiz. Bo'ldi. Benim ismim Mehmet To'xti Ataullah. Ben Sharqiy Turkistonning Xotan nahiyasidagi 2016 yıl chet elga chiqdim. 2017 yıldan 2020 yılgacha Turkiyada xalqaro munosabatlar nisbatan magistrlik o'qidim. 2020dan hozirgacha bir tarafdan o'rganish qilgach, yana bir tarafdan har turli faoliyatlar bilan shug'ullanib kelyapman. Navbatda hozir Uyg'ur tadqiqot markazida program mas'uli bo'lib ishlayapman. Sizningki shu Turkiya siyosati haqida, ya'ni Sharqiy Turkiston qanday bir yaxshi sharoitlarni yaratib berayotdi, Sharqiy Turkiston uchun yordam beryaptimi, bermayaptimi, bu vaqtda siz qanday qaraysiz? Endi Turkiyaninki hozirgacha biz bildigan aniq Sharqiy Turkiston haqida, Uyg'urlar haqida bir siyosati yo'q. Ammo Uyg'urlarni ba'zida navbat kelganda bir ko'riklik rol sifatida Xitoy bilan bo'lgan munosabatda ishlatyapti. Ba'zida Uyg'urlarni bir Turkiy millat bo'lganligimiz, musulmon millat bo'lganligimiz uchun qarindoshlik nuqtasidan chiqib turib, istoshlik qilyapti, yordam qilyapti. Shunga Turkiyaninki Uyg'urlar haqida, Sharqiy Turkiston haqida aniq bunday bir siyosati bor deb aytolmaymiz. Bu o'tganki AK Partiyaning 20 yillik siyosiy tarixidami o'xshash, undan burungi hukumatlarninki tarixidami shunday. Qaraydigan bo'lsak, Turkiyada shu siyosiy partiyalarmi Sharqiy Turkiston haqida farqli so'zlarni qiladi. Nisbatan milliyetçi partiyalar hokimiyatga kelishdan burun ko'pincha Sharqiy Turkistondagi mustaqillik, Uyg'urlarning ozodligi, hurligi haqida gaplarni da'til qilsa, ammo hokimiyatga kelgandan keyin yana kishilik huquq, avtonomiya degandek xalqaro munosabat qoidalariga tushirib so'zlarni ishlatish orqali yana o'zining bir siyosiy jihatdan aniq bir siyosiy maydonda siyosiy bir politikasi yo'qligini ko'rsatib beradi.
Elbette hakimiyeti kelmeyen siyasi partiyeler ama bu vaktiki karşı bir de gelmez. Mesela bir kısım solcu partiyeler Xitay bilen texmi quyuq münasebetde bolsa, bir kısmı bizning masalamizga tamamen sal qaraydi. Sizce Türkiye hükümeti meyli hazırki hükümet bolsun, meyli hükümet almashsa Uyg'urlar uchun eng cho'ng bo'lganda nima ishlarni qilib berilishi mumkin? Aslida Turkiyaninki Uyg'urlar uchun qila oladigan ishi navbatda qilayotganidan yoki o'zini qila oladigan ko'rsatganidan ko'p. Nimishqa deganda Turkiya hozirgacha bir necha qatim, eng oz bo'lganda bir qatim bilishimcha, Islom hamkorlik tashkilotiga rais davlat bo'ldi. Qachondan tortib desangiz, shu bizdagi irqiy qirg'inchilik boshlangandan buyon 2017dan 2020larda İstanbulda Islom hamkorlik tashkilotining yig'ini o'tkazildi. Yana bir sohibxon rais davlat bo'lishi bilan aslida islom dunyosininki Xitoyga bo'lgan pozitsiyasini belgilashda ve Xitayning irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishda boshlamchilik rol o'ynay oladi. Ammo Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy munosabat, Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi siyosiy munosabat, Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi bexatarlik munosabati Turkiyani bu Sharqiy Turkiston davosida Uyg'urlarga qilinayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi kurash qilishda boshlamchi rol elishdan bekrak islom dunyosini jim tutadigan tinchlandıradigan dunyoga nisbatan mana Turkiyaga o'xshash Uyg'urlarningki qon qarindishi ham dindishi bo'lgan bir davlatmi buningga jimjit turyotidi. Demak, buningdan qaraganda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi degan narsa rostdan g'arbningki tashviqoti, Amerikaning o'yini. Amaliyotda bunday bir narsa yo'q degan bir uchurni berishdan iborat. Shunday bir foydasiz rolni o'ynayotidi hozircha. Şuna Türkiye'ninki qila oladiğini navbatda qilayotganidan ko'p. Ammo qilmayotgan bir reallik var. Buningki siyosiy iqtisodiy bexatarlik jihatdan sabablari bor. Masalan, hozir Cumhurbaşkanı Erdoğan sizni oldiga o'tkazib turib, bizdan nima talab qilsalar Uyg'urlar desa nima deb javob bergan bo'lardingiz? Hozirgi sharoitda Turkiyaninki amaliyotga uyg'un shaklda biz talab qilganini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish. Bu Turkiya uchun intayin normal bo'lgan bir ish va normal bo'lgan bir talab. Birinchidan Turkiya yirik huquqli bir davlat va rayondagi cho'ng davlat. Ham o'zini islom dunyosininki yo'lboshchisi deyotgan Osmonlining varisi deyotgan bir davlat. Bulupmu AK Parti'ye hakimiyetide. Bundak bir ahvalda Türkiye'ninki siyasi cihetten Uygurlara elip verilayotgan bu zulümün irqiy qirg'inchilikni itiraf qilishi bu aqalli bir ish Türkiye uchun. Agar buni qilmasa Türkiye, u chaqda Türkiye o'zining islom dunyosidagi boshlamchilik rolini yo'qotdi. Ko'rayotganimizdek o'tgan bir qancha yil mobaynida Türkiye Sharq Turkiston masalasi tufaylidan, Uyg'ur masalasi tufaylidan xalqaroda yüzünü tushirib oldi. Nimishqa? Chunki Isroiliyaga vaqir yalaydi. Shunaqmi? Birmiga vaqir yalaydi, Hindistonga vaqir yalaydi, ammo Beijingga vaqir yamaydi, Xitoyga vaqir yamaydi. Bu o'zininki tashqi siyosatdagi islomchilikka, tashqi siyosatdagi turkchilikdan iborat. Turkiya tashqi siyosatining asosiy prinsiplariga xilof. Xuddi Amerika demokratiyani ilgari surman deb turib, ammo Falastinda İsrailiyani qo'llab, Falastin xalqining huquqiga daxl terror qilsa, butun dunyodan uningga qarshi sado keladi. Shundaqmi? Sening demokratiyang yolg'on. Sen o'zingning manfaatiga uyg'un kelsa, demokratiya deysa, uyg'un kelmasicha, u chaqda demokratiya demaysa deb norozilik bildirganga o'xshash, Turkiyaga bu norozilik keladi. Ya'ni sen o'zingning manfaatiga uyg'un kelgan vaqtda yoki seninki kuching yetadigan kishilar kelgan vaqtda islomchi, haqiqatchi, zulmni to'squchi, mazlumga sahib chiqquchi, ammo cho'ng kuchlar kelgan vaqtda, bo'libmi Xitoyda kuch kelgan vaqtda, hatto sen zolimmi deyamaydigan bir holatda, qilayotganing zulmmi deyamaydigan bir holatda degan savol albatta bu Turkiyaga qartiladi. Hazır AK Parti'ninki yoki Türkiye'deki devlet kontrollüqideki, hükümet kontrollüqideki medialarninki kun tertibida bu narsa yo'q. Bu gaplar deyilmayotganligidan direkt bermaydi buchu. Faqat siz deyishga ruxsat bermayotganligingizdan direkt beradi. Ammo tashqi dunyodan bu xil savollar, bu xil Turkiyaga qartilgan
Bu xil ayıplashlar o'tgan 2017'ni hisoblasak, o'tgan 6 yil mobaynida uzilmay davom qilib keldi. Shunga Turkiya uchun meningcha hozir navbatdagi eng jiddiy qishqi tegish Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish. Masalan, Cumhur Reis deydi. Cumhur Reis Erdo'g'andan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishni talab qilsak, balki u bizga Sharq Turkistonliklarga vatandoshlik beray. Bu ishni qilaolmayman, mani qilay deyishi mumkin. Yoki uni demasligi mumkin. Albatta, hozirgi sharoitda Turkiyada Cumhur Reis'ninki Uyg'ur vakillarini qabul qilishidan so'z ochib olmaydi. En oxirgi qatim qachon qabul qildi? Esimizde yo'q. Biz Turkiyaga 2016 keldik. Belki sizmi shu vaqtlar kelgan bo'lishingiz mumkin. Turkiyada biz ministerlarni Uyg'urlarni qabul qilganini ko'rdik. Siyosiy partiya rahbarlarining Uyg'urlarni qabul qilganini ko'rdik. Bizning mayli Turkiyadagi eng vakillik tashkilotimiz ma'lum jamiyati yoki Sharq Turkiston tashkilotlar birligi. Bularning vakillarini Erdo'g'anning rasmiy bir qadam qabul qilganini ko'rdik. Dünya Uyg'ur Dini Reisi Türkiye'ye kelenmeydi yıllardan bu yan. Yani demekçi oğlum ne dese, Türkiye hükümeti tabi Uygurlarını, Erdoğan hükümeti Uygurlarını resmi bir Türkçe etkanda muhatap. Uygurca etkanda bir söz objekti, diyalog objekti köprü yok. Bir diyalog objekti kürüp durup, katağı ilip durup, bizden tabi bir paranlaşkını yok. Hürmet kılıp kürşep koygunum yok. Yani reis süpteden. Ama partiyanın başka vekilleri, tüven derecelikler, mesela İçki İşler Ministri, Katarlık kişiler bu seviyede münasebet kılıvatıdı. Ama resmi bir münasebette kabul kılgandı. Siz AK Parti'nin özünüz düşman da kalamsınız. AK Parti'nin ben için demiş ki düşman buldu. Çünkü ben aldı bilen Türkiye vatandaşı emez. Ben Türkiye'nin yaxşı görmem. AK Parti'ye Türkiye'deki qonunluq, hakimiyet beşideki ve halk tarafından suyulgan, yaxşı görülgen bir partiya 20 yıldan bu yan. Ama AK Parti'ninki siyasetininki hatalık tarafları var mı? Var. Doğru tarafları var mı? Elbette var. Şunun benim nazarimde AK Parti'ye Türkiye'deki başka partiyalara okşaş bir siyasi partiya. Onu ben hazırki düşüncemde, hazırki Mehmet Doktor süpütüde yaxşı görüp ketmeyim. Bunun bedeliga başka partiyalarni yaxşı görüyorum yok. Hazır ben Türkiye'deki partiyalarga objektif, udul qarashni o'rgandim. Ama bundan 5 yıl burunqi belki 10 yıl burunqi Mehmet Doktor'dan soğan bolsanız belki AK Partiyani yaxşı göretti. Başka partiyalardan onu üstüge koyatdı AK Partiyani. Çünkü o çağlarda ben meselelerge ideologiyalik qaraytdım. AK Partiya Müslüman boğanlık için, İslami boğanlık için, şundaqmı? Türk boğanlık için bizge texinbek yardım kıldı, bizge texinbek istaçlık kıldı. Bunun galbi kılışı bizning qalbimizda qaraytdım. Ama ben 2017'den keyin Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikqa duch kelgan vaqtda men oilamdagilar bilan ko'rishmayotgan vaqtimda men videolarga chiqib ota-onamning rasmini tutib dunyoga xitob qilgan vaqtimda bizga zulm qilyapti, bizni qutqizinglar, yordam qilinglar degan vaqtimda men yolg'iz qolganimni his qildim. Men ovozsiz qolganimni his qildim. Men javob berilmaganini his qildim dunyodan, AK Partiyadan, Erdo'g'andan. Bundaq bir ahvolda men shuning bilan bu düşüncenin to'g'ri emasligini his qildim. Ya'ni men ayni taqib ko'ryaptim boshqalarnicha, ranglik aynilar bilan. Shundan bu aynini elayotgandan keyin ular qadaq kishilar ekan, ular normal kishilar ekan. Xalqaro munosabatda, siyosatda bu hissiyotchanlikning jiq roli yo'q ekan. Shuning uchun men hozir AK Partiyaga normal Türkiye'deki bir siyasi partiya. Elbette normal siyasi partiyadan üstün yeri hakimiyet beşti boğanlığı. Hükümet tutup durvatkanlığı. Ondan başka jiq fark yok. Yani Türkiye'deki bütün siyasi partilerden okşaş görürsünüz. Birisi üstüne meslek qaraysiz. Türkiye'nin kanunu noktasına aytgan vaqtda, Türkiye'den ben muamele kıldıgan obiki süpütüde aytgan vaqtda okşaş deb qarayman. Ama ideologiya noktasını elip aytgan vaqtda bazıları mesela ben yaqtırmaydıgını. Mesela ben Vatan Partisi'ni yaqtırmayman mesela. Komünist partiyalarni yaqtırmayman. Demişqa ben çünkü komünizmni yaxshi ko'rmayman. Komünizmni bir ideologiya süpütüde bir yo'l deb qarasam mı? Ama
bu ideologiyaga vakillik qilgan bir partiyaningki zulmga uchrab cho'ng'igan bir yosh bo'lganligim uchun va Xitoy Kompartiyasininki Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik elib berayotganligi uchun dunyodagi boshqa kommunist ideologiyadagi partiyalar shaxslarning buningga bir kuchli sado ko'rsatib ovoz chiqarib yo'q mavq asli kommunizm emas, ma'nan qilayotganligi fashizm, buning qilayotganligi zulm, buning qilayotganligi irqiy qirg'inchilik demaganlik uchun yaxshi ko'rmayman uni. Ama kanun aldığında obyekt süpütüde okşaş siyasi partiye, kanunluk siyasi partiye de karaymadıgının bu. Ama hissiyat cihetten, ideya cihetten yaxşı gördüğünden bu, yaxşı görmediğinden buldu. Mesela Türkiye'de siyasi partiyeler içinde Uygurlar belki nispeten yaxşı gördüğünden İYİ Partiye buluşu mümkün. Ben bu yaxşı gördüğünden şu, İYİ Partiye buluşu mümkün. Şarkı Türkistan davasınınki İslami şekilde ilip verilişi bekrak yaxşımı yoki Avrupa şekilde, yani dindin yirag'roq bo'lgan mesela bazı bir kısım qarindoshlarimiz deb kelyotidi. Qor kiyimliklar namoyishga chiqmasin, soqol qo'yganlar chiqmasin degandek har xil to'g'ri yuzda so'zlar bo'lyotidi. Siz buni qanday qaraysiz? Endi xalqaroninki bizga qanday qarashi, ma'lum ma'noda aytgan vaqtda bizning ularga qanday bir obrazda ko'rinishimiz ularning bizni qanday tunishini belgilaydi. Masalan, siz o'zingizni qaysi shaklda tunitishni xohlasangiz, insonlarga shunday tunita olasiz. Masalan, Turkiyaningki raisi Erdo'g'anningki bir yig'inda ismini qolmadi. NATO'ning yig'ini bu deyman. Tushib qolgan Türk bayrog'ini yerdan terib olib, janchiqo'ga solganligi Turkiyada milliyetçi vatanperver kişilerini qanchalik hayajonlantirdi. Shundaqmi? Ama Amerikaga nisbatan bununcha ahamiyat yo'q. Mesela Amerikaliklar davlat bayrog'ida ko'rsar kishiydigan haqlar. Amerikaning bir prezidenti yerdagi bayrog'ini olib yonchiqqa solsa, Amerikada ta'sirlanmasligi mumkin mesela. Ama Türkiye'de ta'sirlandi bununla. O'xshash shaklda buni qarshi shaklda tilga olsa, Amerikada tushib qolgan bayroqni ta'minlaganlik uchun prezidentni hech kim ayblamaydi. Ama Türkiye'de o bayraklar doğan kürek durup almışsa ya ki destek ötüp geçse, kim öyle bir muhbir kürek kılıp bunu resimde tatıp çıkarsa, Erdoğan'a güçlü inkaz kılıdı cemiyetten. Şundan koy, sen Türk bayrağının yerde duruşuna sebep buldun da. Şunun okşaş siyasi medeniyet okşamaydı insanların çok. Gerçi halkılgıç kararlı devletlerinin menfaati belgilisi mi? Yani mesela halkılgıç meselelerde insanlar sizin saklığınızga yoki hicabınızga qaramaydi. Menfaat, halkılgıç menfaatlar birleşken vaqtda Amerika Saudi Arabistan'ı Saudi padişahlarının yektiki uzunken demek yıllardan beri ittifaqdaş kürüvatıdı. Şundan koy. O'xshashlan Türkiye'de AK Parti'ni bula saqlı yokken, kostyumlukken demek yine yeklavatıdı nurgun sahada. Şundaqmi? Eğer o kıyafet kılam asaslandıran şey olsa, Erdoğan'da texmi yığınlığa tadır, Saudi padişahının nirg'i işsi oladı. Ama ondaq şey yok. Lekin muamele qilishda biz odatda haqqiqat manfaatga taqashmagan ahvol ostida o'zimiz bilan o'xshash, o'zimiz bilan yaqin insonlar bilan bekrak aralashib olamiz. Shundaqmi? Ular bilan rahat his qila olamiz. Qancha rahat his qila olgan vaqtda shuncha ishlarni birga qila olamiz, birga bajara olamiz. Shunga menimcha bu bizningki davayımızda obraz meselesi intayin muhim. Bu obraz biz muamele kıldığan devletler, milletler, şahslarga qarab turib farqli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Sizningcha hozir bir gapni qisib o'tib ketdingiz. Amerika, Yevropa ellari Türkiye hükümetinin, yani Erdoğan ve AK Parti'ninki kostyum ve sakalsız buluşu qaramay ne ishlayotdi? Saudi'nin sakallık ve uzun paltolu kuruşuyla qaramay iniq tartıyotdi. Türkiye'ninki Xitoy bilan Amerika o'rtasida, Yevropa ellari Xitoy, Rossiyaning o'rtasida o'rtal bir tamponni saqlab turishga Amerika ve Yevropa ellarininki mushu siyosati, ya'ni Türkiye bilan Xitoyni, Rossiyani o'xshash bir vaqtda çöktürümüz yoki ojizligimiz degan bir siyosati uchun mana bir shaklga majburlayotgandi yoki unda emasmi? Ondan keyin Amerika va Yevropa ellari Uyg'urlarni yetarli holatda qo'llayotgandi.
Aldırkı sualımızdan qayta bir uçuqroq tushundiring. Türkiye'ninki O'rta Osiyo ve Avrupa ellerine, yani Xitoy, Rossiya bilan Amerika, Avrupa'nın ikki tarafga o'tirhol holatda muomala qilishi. Ya'ni bek Xitoy tarafdan bo'lib ketmay, bek Amerikancha bo'lib ketmay, o'rta holatda Xitoyga bekchi qilib ketmay, Amerikaga bekchi qilib ketmay, mushkul holatda siyosat olib berishi Amerika sababchimi? Ya'ni Amerikaninki siyosatida biz ko'rib turibmiz. Türkiye'nin güçlü ketishini xohlamaydi, AK Partiya hukumatining Türkiye'ni boshqarishini xohlamaydi. Biden'ninki uch qashqarlik Erdo'g'onni og'dirib o'tish to'g'riliq nurg'un so'zlar bor. Biz darbe qilish orqali uni tushunib o'tamiz. Saylama orqali tushirishimiz kerak. Muxolif partiyalarni burun maxfiy qo'lgan turib buni uch qashqar qo'llashimiz kerak degan o'xshash necha so'zlar bor. Mushkul Amerikaning siyosati Türkiye'ninki Xitoyga bek qarshi turolmasligiga sabab bo'lib qoladimi yoki unaqa emasmi? Yani aldı bilen bir narsani eskertip qo'y. Biden'ninki bayan siz degandek so'zlar yo'q. U vaqtdagi videolar to'qilma. Chunki bir davlatning prezidenti bunday gaplarni qilmaydi odatda-chu. Agar maxfiy yig'inlarni qilishi mumkin uni o'zininki kabinetdagi odamlar bilan yoki istixborotlar bilan. Ama bu vaqtdagi videolar saylan mazgilida chiqqan videolardan maqsad qilgan bo'lsangiz, o to'qilma videolar, ovoz berilgan narsalar. Bununda Türkiye'nin İçişleri Bakanı'nın özü mü? Bununki rast ekanligini, Biden'ninki mushuni deganligini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu televizyon kanalida dedi. Yani bununki rast yalanlıqni yetatishmaydi. Yo'q, rast olsun yalan olsun. Ben Amerikaninki AK Partiyaning tushib ketishini umid qilganligi, shuning uchun harakat qilayotganligi ta'kidlanadi. Tamam, bunu nima qilmaydi. Lekin men o xil videolarni saxta deb bilaman. Hamda Amerikaninki Türkiye tutgan muamelesi Türkiye'ninki bu holatga keltirib chiqarsangiz albatta keltirib chiqadi. Bu Türkiye'ninki g'arbdan yiroqlashishi, o Türkiye'ninki tanlash emas. Hech kim nep kelayotgan, foyda kelayotgan yerdan shundaqmi? Qaydimaydi. Maqsadlar amalga oshmagan vaqtda, talablar urulanmagan vaqtda gap bir yerden çıkmaganda andan keyin tilashadigan gap, urushadigan gap. Andan keyin sen bilan o'tmasam yashayamam deganda boshqalar bilan do'stlashadigan gap. Shunga bu Turkiyaninki Yevropadan, Amerikadan yiroqlashishi, qaydishi buni qo'l Turkiya bilan munosabatlik masala emas. Ammo Turkiya bilan munosabatsiz emas. Xuddi ikkidan urushib qolsa, chuqur biri oq, biri qora bo'lmaydi. Men Amerika ve Avrupa ellerininki Türkiye'ye bo'lgan siyosatida xato bir siyosat ipiroti deb qarayman. Chunki Amerika ve Avrupa elleri Xitoy, Rossiya ve Türkiye'nin o'xshash shaklda ojizini siyosat ipiroti deb qarayman. Aslida Amerika ve Avrupa elleri uchun butun dunyo uchun Xitoy eng chong xatarlik dushman deb qarayman. Amerika ve Avrupa ellerimi en aldığından Xitay'ını bir taraf bo'lgandan keyin yoki ojizlashtirib tashlab bo'lgandan keyin andan keyin boshqa raqib deb qaragan davlatlarga qarata bir siyosat ilpasi bo'ladi deb qarayman. Ammo hozir qaragan bo'lsa Rossiya, Xitoy va Turkiyaga qarata o'xshash bir siyosatni o'xshash men unda o'ylamayman, ham unda kuzatishimda undaq emas. Bu Türkiye'de Amerika, Avrupaga nisbatan bo'lgan dushmanlik kayfiyati suiqasd nazariyaları pek iğirçu. Hem saylanma ihtiyacı için mi partiyalar bunu alayda köp durdu. Bu meseleler kesik bunlar uzak gidiyor. Esas mesele Şarkı Türkistan'ın siyasi kayfiyeti. Azır meselen ama yukarıdaki sualın ki sonraki birinci kısmı hazır kılarken hiç ikincisi götüremezsin. İsminde olsa. İsminde var. Şu an Amerika Avrupa'nınki Türkiye'ye yürütgen siyaseti Türkiye'ninki Xitoy Rossiya tarafga qayishini keltirib chiqadi. O'xshashdan Türkiye'nin Amerika Avrupaga bulutma o'tirishga yürütgen siyaseti yani ularninki Türkiye'den yiroqlashishini, Türkiye bilan qarshilashishni keltirib chiqadi. Bayan siz bir misal verdiniz, F-35 programımızda Türkiye'nin pul to'lab bo'lgan o'zining kendimizden nima beğenmediniz. Çünkü Türkiye NATO'nun a'zosi bo'lishib qayman Rossiyaniki S-400'ni setib oldi. F-35'ni beğenmey, necha yillar saqlagandan keyin ololmay, müdafiə üçün ağalıqını etdi. Yo'q, u undaq emas. Vatanparvar
setip bermegenlik üçün Türkiye'ye Amerika ve onu Türkiye'de tutup koymaganlık üçün yani hava müdafiye sistemini. Andikin Amerika'ya kaydap durup Türkiye yani Rusya'nın S-400'ünü setip aldı. Andikin Amerika bunu kaydap sen bizden düşmanımızdan kendimizi setip aldığında andın hep 35'ini dokutup koydu. Reis Cumhur Erdoğan'ınki sözde şu Rusya'nın setip alan hava müdafiye sistemini kullanırken Türkiye'deki nurgun muhalif partiyalar bunu karşı çıktı. Bunu sizler işitlenmeyizler, döşeyenmeyizler, ot yakışını okumayızlar degende kılanırken Erdoğan çıkıp bu müştammıştan neçe yıl burun biz pulsunu tulap doğan F-35'ni beğenmedi. Biz Türkiye hava müdafiye sistemi ihtiyacımız var. O yerden namız bir yerden andı ziyan bu sözlerini kıldı. İkinci sualımız... Neden istiklılığının başı temperörünü kaytırıp getkenden keyin ihtiyaç kalmadı dedi. Ondan keyin buldu, kaklaşlaşım. İkinci sualım şu de. Amerika ve Avrupa'nınki Şarkı Türkistan davası ve yeterlik yardım berbatkanlıkını düşünüyorsunuz. Anladım ki avyonda gördünüz Türkiye erkek kırgınçılık bolayotganligini birdinkilaydi. O'xshash bir savol aslında. Türkiye Uyg'ur kırgınçılıkı ilib berayotganligini e'tirof qilish kerak dedi. Bu masalan Amerika'da kanun tasdiqlandi deb yillar burun anladık. Mayt hoş olduk, suyunduk, belki Xitoyga ziyonliq. Ama tafsilotli jihatda aniq bir ma'lumotga ega bo'lmadik ve Uyg'urlar to'liq bir foydalanganligini ko'ramadik. Şu Uyghur erkek kırgınçılığının tasdiqlanishi, başka kanun ma'qullash, şu meseleler bizga qanday foyda keldi? Amerika, Avrupa biz için nima ishlarni qilib o'tdi? Aldı bilen Amerika, Avrupa Uygurlar için mahiyetlik bir iş kılıvattan desanız yok. Hazır o sizin cevabınızda Türkiye mi qilmayapti, Amerika, Avrupa mı qilmayapti? Yani o'xshash. Endi background yaxshisi o'xshamaydi bu. Buni o'xshash desak, uvol qilgan bo'lamiz kishilarga. Aslida bizniki hissiy arzuyimiz bo'yicha bo'lganda hem imani, hem insani, hem milliy nuqtadan chiqqan vaqtda Amerika, Yevropadan azroq bir narsa kutishimiz, Türkiye, O'rta Osiyo va islomdan jiqroq bir narsa kutishimiz kerak. Chunki bu inson tabiatiga uyg'un bir narsa. Mesela xuddi men qiyinchilik duch kelgan vaqtimda Janubiy Afrikadagi bir negirdan og'rinmaganga o'xshash. Shundaqmi? Nimishqa og'rinmayman? Yordam qilmadi. Chunki hech qanday bir bag'is qilmayman uning bilan. Ammo Anvarjondan og'rinmayman. Agar men haqiqiy yordamga muhtoj turib, siz bilalaydigan turib bermasangiz, nimishqa? Siz oldi bilan mening tilimni tushuna oladigan qarindishimsiz. Shundaqmi? Şuna bizden İslam dünyasından, Türkiye'den, O'rta Osiyodan köplük bir narsa kutishimiz bu insan tabiati bu. Şunun için bularninki Avrupa, Amerika'dan mı az qilishi yoki ularchilik tang qilishi bizni yana rozi qilmaydi. Bu nima emas u? Masalan, Amerika bilan Yevropa qilganda Türkiye shu paytda qilsa-mu, yana Turkiyadan og'rinsa haqliq. Sizlarki nima jihatdan haqliq? Hissiy jihatdan haqliq. Ama aqliy jihatdan aytgan chog'da bayağı men deganga o'xshash, u chog'dan masalaga obyektiv qarashimiz kerak. Endi Yevropa, Amerika yeterli qilayotgan bo'lsangiz qilmayotdi. Nimishqa deysiz desangiz, zulm to'xtagani yo'q. Irqiy qirg'inchilik davom qilyapti. Xitoy hech qanday siyosatini o'zgartgani yo'q. Biz o'liklar bilan ko'rishamayapmiz. Amerikadagi Uyg'urlarningki nimasi chiqmayapti? İqameti, panalıqı. Yevropada keçib bağan Uyg'urlarga panalık bergan bilan hech bir davlat rasmiy Ukrainadan, Afg'onistondan o'nlab, yuzlab Uyg'ur kishilarni uzgandek rasmiy program qilib olib ketgani yo'q. Keçib berib olganlarni hamda amalsiz qaytarmayapti. Ya'ni demak, bizga alayda bir yordam qilishni planlagan taxamalga oshmasimi bir ishkini ochgan Kanada bor hozir. Ya'ni bir irqiy qirg'inchilik bo'ldi dunyoda. 6 yıl oldu. Medyalarga çıktı, haberlerge çıktı. İnsanperverlik noktasından o yerdeki işe aralışamaysa ama chet eldeki bosuma müdahale kılıp aralışıp resmi programı turguzup kabul kılgan yoki kabul kılmakçı olan bir Kanada var. Endi Türkiye'nin mu nurgun Uyg'urlarni qabul qilgan vatandaşlık bergani rost. Ama Türkiye mi bunu Kanada o'xshash rasmiy qonun ramkasi ichida qilgani yo'q. Perdi keynidan qilyapti. Tamam, bu mu yaxshi? Hem de
lekin dedi Yevropa Amerika hakkıdır o. Şunu bu yerda derlik bir iş yok. Xavfsizlik Kengashida 5 daimi a'zoninki 3'ü demokratik devlet. Amerika, Fransa, Angliya. Birisi Xitoy, birisi Rossiya. Bu 3'ü birleşip hozirgacha Xavfsizlik Kengashida bu masalani hal qilish uchun noyatli bir qadam basmadi. Fakat Kişilik Hukuk Kengashida bir qancha qatim bu to'g'riliq faoliyatlarni qildi, bir necha qatim kuchdi. Ama Amerika, Yevropaninki umuman soni, ovoz soni, Xitoy, Rossiyaninki qo'llovchilarininki soniga yetolmadi. Shuning bilan bizningki masalamiz Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nınki Kişilik Hukuk İşxonasi doklad e'lon qilgan ve o dokladda insoniyatga qarshi jinoyat bo'lishi mumkin degan bo'lishi qaramay BDT'da resmi bir qatim muzokara qilinmadi. Muzokara qilinishiga Xitoy qarshi turdi. Xitoy qarshi turganligi uchun buni kun tartibga olib kelinmadi. Ama o'z ichida mohiyatlik cho'ng bir ishlarni qildimi, umi yo'q. Javob yo'q. Ama Türkiye mi qilmadi, u mu qilmadi degan shaklda emas. Siyosiy jihatdan Turkiyadan nechasi yaxshi qildi. Siyosiy jihatdan davlatı mana, ya'ni vatandoshlik, iqtisodiy yordam emas, siyosiy jihatdan yaxshi qildi. Nimishqa tunji bo'lib Amerika irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Hozirgacha Tayvanni, Yaponiyani chiqarmasak, asosli qabul qilganning hammasi Yevropa davlatlari, Amerika davlatlari. Qaysimiz bu devletlerde mi? Hemmisi hoşular qabul qilmadi bu irqiy qirg'inchilikni. Faqat shu yerdagi ma'lum siyosiy partiyalar, ma'lum faoliyatchilar naslni kuchli o'ttirib chiqargandan keyin boshqalar numus qilib, xijil bo'lib, to'sab bo'lolmay pardikayinda amalsiz qabul qildi. Bunun ahamiyati ne? Bunun ahamiyati nima desam, bunun ahamiyati siyosiy ahamiyati intayin zo'r. Qaysi jihatdan zo'r? Siz irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan bir millat sifatida itiraf qilingan bo'lsangiz, ya'ni jinoyat bekitilgan bo'ldi. Xitoy irqiy qirg'inchilik qilguvchi bir kuch sifatida qonuniy hujjatlarga kirgizildi. Bu medialarda tashviq qilindi. Hatto bizningki kelgusida Xitoyga qarshi qurolli harakat qilishimizning qonuniy asosi selingan bo'ladi. Hozir bir amaliy foydasini ko'ramiz, kelgusidagi ishlar uchun bir tayyorlik. Hazır emeli paydası şu, mesela irqiy qirg'inchilikda bir devlet itiraf qilgan bo'lsa, u devletin bir Uyg'ur Xitoyga qaytarilmaydi. Bu aqlli bir ish shunday qo'y. Men nima ish qilmoqchidan qat'iy qaytarilmaydi, chunki qaytarilsa qonun xiloflik qilgan bo'ldi. Chunki irqiy qirg'inchilik deb itiraf qilsa va uning uchun kerakli tadbirlarni olmaysa. Aslida xalqaro qonun nuqtasidan aytgan vaqtda irqiy qirg'inchilik deb itiraf qilinganligining o'zi g'oyat zo'r g'alaba biz uchun. Nimishqa desangiz, irqiy qirg'inchilikni to'sish xalqaro jamiyatning o'rtaq vazifasi. Ya'ni Sharq Turkistonda Xitoy ilib berayotgan jinoyat irqiy qirg'inchilik deb bekitildi deganning ma'nosi. Endi buni to'sash uchun harakat qilish bizning emas. Shuni bekitgan davlatningki qonuniy majburiyati degan gap. Endi hozir buni ado qilyapti degan masala bor. Ada qilmayotdi degan masalaga kelsak, ada qilmayotdi. Yoki yetarli ada qilmayotdi. Ijro qilmayotdi. Ha, masalan, hozir Amerika olsun, Yevropa olsun, Xitoyga qurolli mudohala qilib, Uyg'urlarni qutqizishga amal yo'q deydi. Bahani ko'rsatdi. Unda bo'lsa, qanday qilsak, iqtisodiy jazolaymiz deydi. Jazolar Amerika jazoladimi? Jazoladi. Amerika'nınki Sharq Turkistondagi Xitoyninki shirkatlarga qarorlarga qo'ygan jazosi ko'rinarlik unum berib, Xitoyning iqtisodini zo'r darajada chekindirdi rayonga nisbatan. Ammo Yevropa buni qilg'ili unmayotdi bir qism davlatlar. Chunki Amerikada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini hukumat e'tirof qildi. Tashqi ishlar ministrligi. Yevropada nurg'un davlatlarda parlament e'tirof qildi. Parlament e'tirof qilganligi bilan hukumat e'tirof qilgandan farqi bor. Parlament e'tirof qilgan bo'lsa, hukumatni zo'rlay olmaydi-da. Shuning bilan Yevropadagi nurg'un shirkatlar yana Xitoy bilan savdo qilyapti. Yevropa hukumati Xitoyga qarshi jazo yurgizishda Amerikadek aktiv bo'lmayapti ham xohlamayapti. Ammo bu shuni tushundirmaydi. Yana irqiy qirg'inchilik e'tirof qilsa-mu foydasi yo'q ekan degan tushundirmaydi. Irqiy qirg'inchilikdan e'tirof qilmagan bo'lsa-edi, biz ularga endi Xitoyni jazola deyilmaydi. E'tirof qilgandan keyin biz deyalaymiz jazoladi. Masalan, Turkiya hukumatining Uyg'urlarga nisbatan bir qancha jihatdan qonuniy salohiyat bermasligidagi bir masala qanday muomala qilsam o'zimning ixtiyori deyish uchun.
Mesela Uygurlarga hazırgacha musafirlik salohiyati bermedi Türkiye. Biz xuddi vatandan viza elib, normal kelgan odamdek muomala ko'ryapmiz. İqomat elib, uni qilib, buni qilib. Agar biz rasmiy zulmdan qochgan, irqiy qirg'inchilikdan qochgan va shu tufayli Turkiya qabul qilgan kishilar sifatida qabul qilingan bo'lsak-ku, bizning hozirgi haq huquqimiz texmi cho'ng bo'ladi. Ammo Turkiya bizga ko'chmanlik salohiyati bergani yo'q. Ko'chmanlik salohiyati bo'lmaganlik uchun sizning davolanish, o'qish, nurg'un masalalarimiz hukumatning insofiga bog'liq. Xolisi beradi, xolimisi bermaydi. Ondan keyin Turkiya irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmadi. Hatto parlamentda kun tartibga kelishni xohlamadi. Chunki buni e'tirof qilgandan keyin buning majburiyati bor. Bu majburiyatni ado qilishni xohlamaydi. E'tirof qilish kun tartibiga kelishni u bedeli va Xitoy bunga norozilik bildirdi, qarshilik qildi. Ama onu qilib bo'lgandan keyin bu yana buning majburiyati bor. Bu majburiyatni ustiga kelishni xohlamaydi AK Partiya hukumati. Hozirgi Turkiyadagi pul pahalılığı, mal bahasının ösüp ketişi, nurgun xalqniki bunun narazı oluşu, bu nayeti çoğun bir tesir hükümetten 5 ağır turbadı da. Abiyam deputatın mühim bir mesele. Bu nayeti biz tor yüzde sosyal şu medyalarda Uygurlarınki bir türkümleri AK Parti'nin Türkiye hükümetini Uygurlara yardım vermedi de bir kısımları az bir kısım kişiler hededen ziyade hakaretler kılsımı bazı köpünç kardeşler özü yaxşı kökenlik için dindeşim, milletdeşim, kardeşim de durup şu yardım vermedi. Yani abim dediniz, benim bir kıyınçlığım olsa yatlarını ağırmayayım, kardeşimde ağırını bekrar diye okşaş. Kardeşimiz bu elbette benim şahsi nurgulluğun ağırını var. Nurgulluğun memnun Türkiye topraklarda yaşap durup nurgun dertler geldi beşimge, nurgulluğun kıyınçlıklar, sınaklar, haksızlıklar uçurdum. Benim nurgulluğun şikayetlerim var. Lekin Türkiye hükümetini düşman da qaramayım. Yaxşı köylüğüm için şikayetim var. Bu xil şekilde biz aydınlaştırıp alsak, yani tor yüzdeki Türkiye'nin bilen zavatkan, AK Parti'nin bilen zavatkan kırındaşlarımız yıkın köylülük için ağırlıvatıdı o diyenine bir kalımızı ötkülü alsak, tordaki talaşlatış, oruççu derler, birbirimizin ağırlaşlar yukarı getiş mümkün. Doğru, menimce asaslık ağırlığı şu. Türkiye'nin vatanda vakti kim söyleydi? Hazır vatandaki qaysı Uygur söyleydi. Belki söyleydiğandır. Çünkü Türkiye'nin nurgun bayanatlarını Xitay'da şu kadın anladı. Belki işenmeydi o Xitay'da dedi. Yani adam yaxşı gördü. Ama Türkiye'ninki biz oylagandek çıkmazlığı, Saudi Arabistan'ın biz oylagandek çıkmazlığı, Taliban'ın biz oylagandek çıkmazlığı Türkçe etkilikte hayal kırıklığı yaşattı. Yani ümitsizlendirdi. Şundak o. Ümitsizlengendeki insan kalkışaydı, ağırmadı. Bu normal bir psikika, normal inkaz kaytırış. Nece bu yerden Türkiye düşmanlığı da bir nesi yok. Çünkü Uygur'unki Xitay'dan başka düşmanı yok. Hem bulmazlık gerek. Ama Türkiye'ninki iç siyasette talep tutup malum birini üzüce, onunca emez, üzüce, yakın dost bilip yeni birini düşman bilip bu hatalık da böyleydi. Xudden siz davatkandık bazıları Türkiye AK Parti'ye bazı radikal şekilde temkiler, hakaret kılıp Türkiye'ye düşmandek tuygu bergen bolsa, okşaşlar yeni bazılar Türkiye'de AK Parti'ni ziyade dost, ziyade mehbub, jar kılıp köstüp başka partiye okşaş asas kanun, okşaş parlament, okşaş bayraktın astıda faaliyet kılıdığan, halkın aldığı biske hücum kılıp yığından düşke vakti birlikte oturup külüşüp çay içidiğan adamlarına yeni birini düşman. Mesela CHP'ni Komünist Parti'ye, CHP'ni Xitay Komünist Partisi'yle okşaş derecede görüş. Bu savasızlık hem de siyasi cihetten. Hem de deputatımız Avrupa, Amerika yeterlik derecede yardım vermeye başladı. Gerçi irke kırgınçılıkla etraf kılgan bolsun, Amerika'daki Uygurlarma, ikamet alamayatkan Uygurlarma degendik muş meselelerini deputatımız. Amerika, Avrupa, Türkiye, İslam elleri bu yeterlik iş kayısı yardım vermedi. Değil. Yani şuna devatımız hakikaten şundan. Bunun sebebi Uygurların teyyab bulmavatkanlığı ya ki Uygurların yeterlik derecede Xitay'a karşı aktif bir hareket kılmavatkanlığı sebebidir mi? Ya ki Amerika, Avrupa'nın, dünyanın Uygurlara yardım vermesliği sebebidir. Şarkı Türkistan halkının ki azırkı okşaş bir xil narkozunu kılgandek bir Xitay'a karşı bir emli küreşlerini, bir faaliyet hareketlerini köremevatımız. Bunun sebebi ne mesela? Hem de
Aslida tarixiy arx ko'rinishini ilib aytgan vaqtda dunyoda hamma millat o'zining davlatini o'zi qurgan. Shunday qo'l. Turkiya Cumhuriyetini qurish uchun Turkiyaninki qiziqo'llari, ota-onalari jonni tikib kurash qilgan, jihad qilgan. Çanakkale'de neçe yüz bin adamın ki şehit bo'lganligini bilamiz. Ondan başka Amerika müstakillik urushida nurg'ulg'an kishilar hayotini qurban qilgan. Ya'ni dunyoning hech qanday yerida ba'zi bir davlatlarga endi bu davlat hokimiyat lotereyadan chiqqandek chiqib qolgan bilan va ko'pincha millatlarga bu qon badaliga, kurash badaliga kelgan. Shuning uchun aslida bu Sharq Turkistonninki ozodligimi, mustaqilligimi, hurligimi biz Uyg'urlarninki kurashiga bog'liq. Hem biz bu davlatni, bu vatanni Xitoyga tatqizib qo'yganligimizdan iborat bu tarixiy jinoyatimizdan yoki xatoligimizni hech kimga döngiyolmaymiz. Chunki xiyonatni ajdodlarimiz xoin demoqchi emasman, ammo xoinlik g'alabati. Xiyonatni tushundirgili bo'ladi. Mag'lubiyatni tushundirgili bo'ladi. Xatolikni tushundirgili bo'ladi. Ammo oqlig'ili bo'lmaydi. Oqlig'ili bo'lmaydi. Şuna bu Sharq Turkistonninki davosi bizning davoyimiz. Mayli bu qurolliq olsun bizning davoyimiz, mayli siyosiy olsun bizning davoyimiz, mayli kültürel, madaniy davolar olsun bizning davoyimiz bu. Buni oldi bilan bizning qilishimiz boshqalardan yordam umid qilmay turib qilishimiz, boshqalarninki maqtishini kutmay turib qilishimiz, bu bizning aqalli burchimiz bu. Hem insani, hem dini, hem milli. Qaysi ideologiyaga ishonsangiz ishoning, qaysidan ishonsangiz ishoning, bu bizninki hech quloqlanmaydigan majburiyatimiz. Shu pozitsiyamizni oldi bilan mushakida to'g'rilishimiz kerak. Bizga bu yo'lda biz haqli bo'lganligimiz uchun birining yordam berish majburiyati yo'q deb o'ylashimiz kerak. Ama yardım berse hoş buluşumuz gerek. Yani pozitsiya cihetten davatımen de. Şunda boğandılan biz bu küreçte hasırap kalmayız. Biz bu küreçte yaltayıp kalmayız. Şuna olan demokratiya şu anı götürüp Amerika yardım kılmasa Amerika'dan kaydap demokratiyani taşıp etmeyimiz. İslam şu anı götürüp Saudi Arabistan yardım kılmasa andın Taliban yardım kılmasa İslam'ı taşıp etmeyimiz. Türklük şu anı götürüp Türkiye yardım kılmasa Türklükünü taşıp etmeyimiz. Yani bizninki kimligimizningki her qaysi parçaları bizning bir bütünümüz. Onun bazıda ma'lum kısmı kötürülüşü mümkün, bazıda ma'lum kısmı düşürülüşü mümkün. Ama bu biz. Ahirki hesapta paravuz biz. Ahirki hesapta hareketlendiruvchi kuch biz. Yardım kıldık Allah olsa bizga sırttan yardım kıldık Allah, medet berdik Allah. Bizning davoyimiz haqliq bo'lganlik uchun boshqalarninki yardım berishi axloqiy majburiyati bor. Biz Müslüman bo'lganligimiz uchun islom dunyosininki bizga yordam berishdan iborat diniy va axloqiy majburiyati bor. Shundaqku, buni biz emas, Qur'oni Karim va hadis ularga bekitgan. Hamda biz zulmga uchirg'uchi bo'lganligimiz uchun, inson bo'lganligimiz uchun Amerika, Yevropaning bizga yordam berish majburiyati bor. Uni biz bekitmadik. Ularning ustidagi kishilik huquq xitobnomalari, inson haqlari qonunlari, özünün tashqi siyosetdagi so'zlamlari ularga bekitgan. Endi biz Türk bo'lganligimiz uchun, qandosh bo'lganligimiz uchun Turkiyaning O'rta Osiyo davlatlarining bizga yordam berish majburiyati bor. Uni biz bekitmadik. O'zi bekitdi, chunki o'zi Türk deydi va Turkiy davlatlarning taraqqiyotini ilgari surish, Turkiy millatlarga yordam berishni o'zining tashqi siyosatininki nishoni qilgan. Shunga bu ularning majburiyati. Ama ular bunu yeterli cari kıldırıyotan desa, bizning hozirgi kelgan noktamızda yeterli cari kıldırmayapti. Hem de bundan kelib chiqqan ümidsizlik yoki bundan kelib chiqqan chorasizlik tufaylidan bizning harakatlarimizda belirli derecede pasayish yoki sustashish ko'rilyapti desak, ko'rilyapti. Chunki inson bo'lganligimiz uchun psixik jihatdan naqadar ruhliq bo'lsak, ustun bo'lsak, shuncha ko'p ish qila olamiz. Qanchalik umid ko'rsak, qanchalik qo'llash ko'rsak, shuncha ruhliq bo'la olamiz. Navoda qo'llashdan ayrilsak, o çağda ruhsuzlaşıp kalırız, ruhtan ayrılsakça herkessizleşip kalırız.
Şuna bu nesiller birbiri bilen umtanası nesillendi. Biri-birini qo'llab, biri-birini qo'llab işte mang'idi qilgan. Şu bizning davayimizdagi belgilik derecede to'xtab qilish, ilgirlamaslik, buning tashqi muhit bilan bo'lgan munosabati bor, yuqorida deb o'tgandek. Ammo yana ham bu yerda ichki omil muhim deb o'ylayman, chunki bu davo bizniki, bu kurash bizniki. Agar buni biz qilmasak, boshqalar qilmaydi. Mayli Turkiya olsun, mayli Saudiya Arabiston olsun, mayli Amerika olsun, Avrupa olsun. Biz ular özlüğüden qilsa, texi yaxshi. Shundaq-ku. Amerika demokratiyani ilgari surmayman, kishilik huquqni qo'llayman. Uyg'urlar demokratiyaga muhtoj ekan, kishilik huquqi deb senda qilinibdi. Men qo'llay desa, aferin. Turkiya qo'llayman desa, aferin, shundaqmi? Uyg'urlar Türkkan, Uyg'urlar Türklarninki eng madaniyatli ekan. Qutadg'u birlikda Türk tillar divanida mushlar yozibdi ekan. Uyg'urdan ayrilib qolsak, Turkiyaning tarixini yo'qolib ketadi ekan. Şunu biz milletni tashlab etmaydi desa, aferin, aqlini ishlatgan bo'ladi. İslam dünyası mı şu? Uyg'urlar musulmonken, Peygamberimiz musulmonning qarindishi debdikan. Musulmonninki hurmati qani Ka'badan ulug' debdikan. Shunga bu musulmonlar dasanda qilinib ketibdi. İslam yo'qolib o'tibdi. Shunga men dunyoning har qaysi joylarida har yili kishilarni musulmon qilib deb millionlab pul xarjlaydi ekanman. Halbuki ming yildan buyon musulmon bo'lgan kishilarni saqlab qolish uchun bundan texmi ko'p xarjlaydi desa, aferin. O'zining dinini, dunyosini, oxiratini qutqizgan bo'ladi. Ammo qilmaschi. Qilmasa hech biriga qoqshash, hech biriga qaydash bizningki tanishimiz yo'q. Chunki turmalarda yetayotgani bizning dadimiz. Lagerlarda qiynalayotgani bizning odimiz. Darsanda qilinayotgani bizning singillarimiz. Xo'rlanayotgani, o'ltirilayotgani bizning ukalarimiz, akalarimiz. Shu bu kurashni biz qilishimiz kerak. Endi bizningki bu haraketsizligimiz tufaylidan yoki bizning yetarli qarshilik ko'rsatmaganligimiz tufaylidan dunyo bizni yetarli qo'llamayotgandi desangiz, to'g'ri. Albatta bu yerda cho'qim biz yaxshi qilsak qo'llaydi degan bir kapolat yo'q. Yuqorida men deb o'tgandek. Shunga pozitsiya jihatdan biz yuqoridagidek bu ish mening ishim, haq qo'llasa yaxshi, qo'llamizcha men o'zim qilaveraman deydigan pozitsiyani bo'lishimiz kerak. Ammo başkalarının qo'llashini qo'lga keltirish uchun men nimalarni xato qildim degan nuqtaga kelgan vaqtimizda bu texnik masala. O chog'da biz o'ylashimiz kerakki, to'g'ri, bizdan bir natija kurashni o'ylamasa bizga mablag' sanmaydi. Shundaq-ku. Bizni bir yulab qo'ysak, qo'pib ketishimizga ishonmasa, bizni yulab ketmaydi. Odatda insonlarning psixikasini olib bilsak, albatta davlatlar bunday bo'lmaydi, lekin ma'lum darajada ta'sir ko'rsatib o'ylayman. Mesela biz pek bichara, pek namrat yoki o'zini tashlayotgan bir insonga yug'uni qilsak, biroq tamoq yeb beramiz yoki 5-10 lira yordam qilamiz. Yo'llarda ko'rgan vaqtimizda-chu. Hargiz bunday insonlarga mablag' solib, shundaqmi? Bularni bir do'konlik qilib qo'ymaymiz yoki bir mashinlik qilib qo'ymaymiz. Chunki uning turqidan biz undaq bir narsani ko'rolmaymiz. Ama aşı o'xshash inson, pulusi yo'q inson, agar bir ideya bilan, shundaqmi? Usti bashi joyida, chiroyli kiyingan, ruhli holatda, biri qo'lida bir tal somka, ichida bir muncha chirtyoz, loyiha bilan bizimizning oldiga kelsa, men moda ish qilmoqchidim, ya menga mablag' solin yoki shirik qilaydi desa, o'yinlamdik, o'yinimiz. Agar biz qilolmasakchi, boshqa tunishtiramiz. Demak, bir insonga nuqul ish chaqirtib, boshqalar yordam qilib, uni yulab bo'lmaydi. İnsan qancha o'zini yulsa, adlekin boshqalarmi uni shuncha yulaydi. Shunga bizningki nurg'un masalalarda yaxshi usul beramaganligimiz, yaxshi taraflarni tanlayolmaganligimiz qatorliqlar bu yordamlarninki kelmasliginiki sabablardan biri deyishga bo'ladi. Hamda buni yaxshilasak yordam kelishi mumkin, kelmasligi mumkin. Ama yaxshilashimiz kerak. Ama kelmasicha yana davomlashtiramiz. Allah subhanahu wa ta'ala'nın fakat mendil ümit kitona, menden başka ümit kitmana degan ayetiga o'xshash. Bizninki Xitoyning qarshisi turishdan boshqa hech qanday qilishimiz yo'q. Mayli biz siz pek yaxshi tushundiringiz. Biz mayli boshqa yordam bersin, biz yana davomli vatanni mustaqil qilishni harakat qilishimiz kerak. Ana buningki oxiridagi savolim programma uzra ketdi. Yoshlarimiz, hozirgi yoshlarimiz uchun
qanday bir xizmat sharoitlari bor? Mavjud tashkilotlar qanday bir sharoitlarni yaratib berish kerak yoki sharoitlarni yaratib beryaptimi? Bu vaqt qanday qaraysiz? Qisqacha so'zlab berasiz. Yoshlar her qachon her cemiyetninki ümidi. Çoğlar her qachon yoshlardan ümid kutadi. Yoshlar çoğayıp qiriydi. Yeni yoshlar maydonga keladi. Bu bir davriylik aylandi. Navbatda bizning yashimizdagilar, bizning tanishlarimiz Uyg'urlarning yoshlari. Tarix tarafidan shunday ig'ir bir majburiyat yuklangan bir davrga duch kelgan insonlar. Endi biz boshqa millatlarning yoshlariga o'xshash o'ynamaymiz, kulanmaymiz. Boshqalarga o'xshash millatimizningki, jamiyatimizningki naslarini tashlab qo'yib, o'zimizningki shaxsiy g'oyalar uchun bir kishilik hayotni yashab ketolmaymiz. Demişqa, chunki bizda undaq tanlashimiz yo'q. Yuqorida siz deb o'tgandek. Chunki bizningki millatimiz umumyuzlik bir xil irqiy qirg'inchilikqa duch kelyapti. Bunun oldini olish uchun, bunga qarshi turish uchun biz harakat qilmasak, eng az bo'lganda so'zlamasak, yozmasak, biz kim bolalarımızga bunu tushundirmaymiz. Tarixga buni yozolmaymiz. Ya'ni mag'rurlik bilan yozolmaymiz. Xo'rlik bilan yozamiz. Mesela ben en ko'p o'ylaydigan va xijil bo'lgan bir ish bor. Nozugumninki Qashqardan bir necha qizlar bilan tutqun qilinib, G'o'ljiga bog'icha shuncha uzun yo'lda bir Uyg'ur erkaklarninki qutqizib qalammaganligi. Bizga qoldirgan intayin ochiq bir haqiqatan yuragimizni ezadigan bir qo'shiq bor. Nozuk boshiga kun tushdi, elib qochar erbami. Bu her bir Uyg'urninki bu yerdan paradoks bir şekilde hozir bizningki qizlarimiz, ayollarimiz bizdan qahramon, bizdan boturlik ko'rsatyapti. Mayli vatanda bo'lsin, chet elda bo'lsin. Bu yerda men ularni hergiz nima qilma, erlardan davo sepida tuan demoqchi emas. Ammo biz erlarninki bu kurash sepidagi majburiyatimizning ig'irligini eslatmoqchi xolos. Chunki sizmi erkakmanmi erbo'g'anligim uchun. Bu nozugumninki bu qo'shoqlari bizga cho'nqur bir ibrat, cho'nqur bir numus hisobda. Ben şunu o'ylayman, nemishqa shu chaqlarda shunday odam yo'q bo'ldi. Balkim qattiq qirilib ketgan bu boshqa unchalik yurak yo'q. Balkim erlarning ham tutqun qilinib ketgan bu boshqa unchalik kishi yo'qdi deb to'g'ri tushunishga tirishmay yo'q. Ammo yana kalamda o'tmaydigan bir narsalar bor. Endi navbatda tamam. O tarix 200-300 yil burun bu tarix. Navbatdagi Uyg'urlarning ahvoli uningdan nechasi ig'ir. Tarix bizga mushtaq bir majburiyatni yukladi. Allah bizga mushundaq bir xizmat qilish fursati berdi. Albatta mushundaq fursat bo'lmasa, biz boshqa shakllardami bu hayotni sarf qilgan bo'lardik. Hayot har shaklda tugaydi. Har birimizning 24 soat vaqti bor. Shundaq qo'y. Bir kunning ichida. Uni har shaklda tugataymiz. O'ynasaqmi tugataymiz, uxlasaqmi tugataymiz, o'qisaqmi tugataymiz. Har shaklda tugatamiz. Bu jonnimi shundaq. Bu jonnimi bir shaklda hajlab tugatamiz. Shuna buni endi biz navbatda bu kurashga sarf qilmoqdan boshqa tanlashimiz yo'q. Ammo bu tanlashimiz yo'qligidan, amalsizlikdan qildigan ish emas. Suyunib turib, ruhlanib turib, mag'rurlanib turib qildigan ish. Chunki bu biz uchun fursat. Bunday fursat har kimga kelavermaydi. Shunga biz yoshlar bu kurashda avangard rol o'ynashimiz kerak deb o'ylayman. Ammo navbatdagi tashkilotlarningki yoki mavjud qurilmalarningki yoshlarningki taraqqiy qilishiga qanchalik to'pi qo'shayotganligi va yoshlar qanchalik imkoniyat yaratib berayotganligi kelsak, albatta belgilik darajada xizmatlar ishlanyapti. Yoshlarni tarbiyalaydigan programmalarni ulug'lashtiryapti bizning Uyg'ur tashkilotlari. Undan boshqa yoshlarni tashkillab davoning ichiga kirish uchun mayli Çakırustan teşkilatlar cemiyeti olsun, Uyg'ur Urtiy olsun, başka teşkilatlar belgili hizmetlerini kılıvatı. Bunu muayyenleştirmemiz gerek, görüşümüz gerek. Ama yeterlik mi odası yeterlik emas. Bütün günlük hizmet kıldığın yaşlarının sani yenilam intayin az. Biz nöbetdeki halkara cemiyetinin yüzden işide
yuqori saviyalik ixtisosiylarga muhtoj. Yuqori saviyalik yoshlarga muhtoj. Hamda bu yoshlarningki tashkilotlarda yoki faoliyatlarda rol elishi, aktiv rol elishi bu bizning davoyimizning sifatini ko'taradi. Sifatlik bo'lgan 1 soatlik faoliyat, sifatsiz bo'lgan 1 yillik harakatni besib tushadi. Shunday qo'y. Ko'ryapmiz hozir biz ba'zi bir kishi bir ideyalar o'tirib chiqdi, 2-3 kunda yoki 2-3 yilda necha yuz yillik shirkatlarni yotqizib o'tdi. Kishilarni yotqizib o'tdi masalan. Shunga bu intayin muhim. Ammo navbatdagi tashkilotlarda bu yoshlarni jalb qilish jihatda, ularga iqtisodiy jihatdan yararlik bo'lish jihatdan masalalar saqlanib o'tdi. Balki iqtisodiy masala asosli masala bo'lishi mumkin. Chunki nurg'un tashkilotlarimizningki yetarli maliye kirim manbasi yo'q. Mavjud tashkilotlardan kelib chiqqan umidsizlik tufaylidan deb o'ylayman. Uyg'ur xalqimi yetarli tashkilotlarni qo'llamayotdi. Masalan biz Yahudiy tashkilotlarininki a'zolarininki tashkilotlarga bedel puli to'lab yana qildiganliklarini shu orqali yurishdiganligini bilamiz. Tibetlarning tashkilotlarininki shunday shaklda yurishdiganligini bilamiz. Ammo Uyg'urlar ichida mayli Türkiye'deki siyasi partiyalarning ama parlamentda millet meclisi bulmagan siyasi partiyalarning hammasidagidek 200 ga yaqin partiya var ekan. Özünün a'zolarining pul orqali bedel pul bilan yurishdi. Netçi bütün aşı yezli bazarlar. Hatta saylam xarajatlari mu shu? İşxana ticaretlerinde teşvikat hizmetlerini şu partiyanın a'zolari to'laydigan. Men aqlim hayron qoldim. O'zining davlati bor tayyor. Zulm yo'q, ishg'oliyat yo'q, hech nima yo'q. O'zining aşı pulini chiqarib, vaqtini chiqarib, necha faoliyatlarga qatnashsaq, ishlab charchab kelib, uxlab qolib tursin, ay yig'in zalida uxlaydigan, konferans salonida uxlaydigan. To'g'ri. Ammo bizningki tashkilotlarimiz mablag' to'plashda bu jihatdan mablag' to'plashda qiynaladi. Endi buningdagi sabablar chiqgan, men chet elga chiqqandan keyin his qildim. Uyg'ur xalqi tashkilotlarga, rahbarlariga mablag' bermam desa, beradi ekan. Ishonganligi beradi ekan. Ish qila oladi deb qaraganlarga beradi ekan. Oshkor bermasa, maxfiy beradi ekan. Ham beribdi, bermaydigan bo'libdi. Nurg'unlar uchun. Chunki Oturasiyalarda mablag' yig'ib, u mablag'ni joyida ishlatilmay bo'lgan vayronchiliklarni hammamiz bilib ketdik hozir. Undan boshqa mayli siyosiy sohada bo'lsin, mayli jihodiy sohada bo'lsin, Uyg'urlarningki umidi yetarli oqlanmadi. Umid yerda qo'yildi. Shuning uchun kishilar ishonmas bo'ldi, bilmas bo'lib qoldi. Bu tufaylidan o'zimizningki xalqidan o'zimizdan kelgan mablag' yetarlik bo'lmag'achqa tashkilotlarning ko'pinchisi hozir sirtdan projekt elish orqali mablag' hal qilib shu shaklda ish qilishni elib beryapti. Ammo xalq projektga pul bergandan keyin uning nishoni shu xalqningki bekitgani bo'yicha mangadigan gapkan. Unda bo'lgandan keyin ba'zida Ataylıxonga, Yo'lsarixonga biz Sharqiy Turkistonning davosini qilamiz. Uyg'urlarning mustaqilligi deymiz. Ammo xalqningki ba'zisiningki demokratiyaning ilgari surgusi bor. Ba'zisiningki bolaning Qur'on savodidan chiqargusi bor. Ya'ni pulni berguchi qaysi xil maqsadni amalga oshirgusi bo'lsa, pul berilguchiga shuni talab qildigan gap. Bu pul bilan masalan Qur'on kursi ochsa yoki bu pul bilan kishilik huquq da'vosi qilsa yoki demokratiyani ilgari sursa. Şunu bilen uçlarına hiçbir hata emas. Ben demek onu. Ama biz planlaguchi bulanmayız da. Planını biz sokkuchi, nişanını biz bekitkuchi bulamayız. Çünkü iqtisodiy mustaqillik yo'q. Mushu taraflardan bo'z kerak deb o'ylayman. Ish qilib bizning tashkilotlarimizda yoshlarningki soni oz bo'lyotdi. Yoshlarning tashkilotlarga bo'lgan ishonchi tuvan bo'lyotdi. Tashkilotlar, bulutli tashkilotlar deganimizdan hamda çoğlar değil. Çoğlarınki yaşlarını jalb qilish iqtidori aciz bo'lyotdi. Yoshlarga o'rnini o'tinib berish, yoshlarni taxmin muhim vazifalarga qo'yish jihatda aktiv bo'lmayotdi. Shuning bilan yoshlarninki davo sepetidagi sonida bir burilish bo'lmadi. Aslida 2017dan keyingi vaziyatda bizningki tashkilotlarimizningki saflarida yoshlarning soni hasilab eshishi, yoshlarning faoliyatga bo'lgan qizg'inligi taxmin kuchayishi kerak.
Elbette kuchaydi, kuchaymadi emas. Belgilik teşkilatlar kuruldu, belgilik gevdiler barlık geldi. Ama kölam hasıl kılış cihette, önüm hasıl kılış cihette yaxşı netice qo'lga kelmedi. Bazı ideologiyalik to'qnashuvlar, bazı fikr ixtiloflari qiziq bazaga ayrilib, yana to'xtab, ishlar o'ylagandek natija ko'rilmadi oxirgi hisobdan. Bayam siz o'tgandek, siz degandek yoshlarning keyin biroz so'g'ib qilishi, umidsizlanishi, hatto yiroq turishi, bu xil ham şekilleniş o'rtaga chiqdi. Şu an bu yerda ben yoshlarningki davadagi kurashdagi roliga intayin yuqori baho beraman. Hem yoshlarning bunun mecbur deb qarayman. Agar tashkilotlarda xizmat qilishni xohlasa tashkilotlarda qilish kerak, xohlamasa o'z oldiga tashkilotlarni qurish kerak. Agar yana xohlamasa o'z oldiga qilish kerak. Lekin bu tarixiy majburiyatdan qochmaslik kerak. Mayli buni diniy majburiyat deb bilsin, mayli milliy majburiyat deb bilsin, mayli insoniy majburiyat deb bilsin. Bundan qochmaslik kerak. Chunki sen biz qochsak buni hech kim qilmaydi. Sen biz kaçıp Amerika'dan kütken bika, sen biz kaçıp Türkiye'den kütken bika, sen biz kaçıp Taliban'dan kütken bika. Bu sen ve bizden görüşümüz. Eğer fikrimiz okşamasa uğraşsak buludu, fikrimiz okşamasa tırlaşsak buludu, cidelleşsek buludu. Ama bu güreşini kılışımız gerek. Qanday qilib qilishimiz kerak? Buni qilishimiz kerak. Qaydashqa, qechishqa bahanamiz yo'q. Oxirida bizimki programmalarda bundan keyin ekranga chiqqan har bir memlimiz uchun bir o'zi chet el hayotida bir ta'sirlangan ma'lum bir kishininki mayli siyosiy faoliyati bo'lsin yoki ma'lum bir insonni tuyg'usini hareket keltirgan, ko'zini yashlab qo'ygan darajadagi bir hikoya so'zlab berishdek qilamiz. Chunki tor dunyosida bo'lsin, yig'ilishlarda bo'lsin, davomli shaklda insonni ranjitadigan, ko'nglini bearam qiladigan, aktiv energiya beradigan so'zlarni ozlab ketdi. Hammamizda bir yomon ta'sir beradigan so'zlarjak, ayblaydigan ishlarjak. Shunga inson ta'sirlanadigan bir gaplar bo'lsa da, oxirgi so'zingizda shu o'zingiz bir ta'sirlantirgan bir akalarimizni bilamdi, ochlarimizni bilamdi, bir hikoyasini so'zlab bersangiz. Ben chet elga chiqqandan keyin haqiqatan ta'sirlangandek nurg'un ishlarni boshdan kechirdik. Biz haqiqatan bedel to'ladik, bedel to'layapmiz. Biz shuning uchun mustaqillikka, ozodlikka, erkinlikka loyiq bir millat. Chunki biz bayam deb o'tganimdek lotoriyadan chiqib qolgan davlatlarga ega bo'lgan millatlardek ular ta'laylik emas. Biz ta'laysiz bo'lishimizga qaramay, jo'grafiylik ta'laysizlik, siyasi ta'laysizlik, nurg'un ta'laysizliklarga qaramay biz asrlar buyon kurash qilib keldik. Bu jarayonda nurg'un bedellarni to'ladik. Şu an bu bedellarninki to'xtab qolmasligi uchun biz oxirigacha to'lashimiz kerak deb o'ylayman. Endi konkret qilib menimki hozir kallamga hikoyasini so'zligidek palani deb turib so'zligidek biri kelmadi. Balkim jih bo'g'achqa, belki ben birinin ismini xalamasligim mumkin. Ama ben bayan bu yerde bir noktunu bekerek ta'kidladim. Yoshlarning bedakorlik ko'rsatishi, yoshlarning ishlashi haqida so'zladim. Ben shu to'g'risida mushundan chiqib turib ben bir misol beray. Albatta kishining ismini bilmayman, ama qilayotgan ishini bilsam bo'ldim. Turkiyada Türk jamoatchiligiga Şarkı Türkistan vaziyetini, Şarkı Türkistan'da buluvatkan işlerini en doğru ve en tiz anlatıvatkan bir torbet ve içtimai taratqı sahipsi var. Uygur Haber'de. Belki siz onu bilirsiniz. Uygur Haber'de. Bunun torbeti var, bunun Twitter sahipsi var, bununki Facebook sahibileri var, Instagram sahibileri var. Bu sayfada az deganda kuniga 1-2 xabar chiqadi. Uyg'urlar haqidagi xabarlar asosan bu sayfadan chiqadi. Boshqa hatto tashkilotlar, men tashkilot ishlayapman. Tashkilotlar jinimizda shuningki xabarini o'zimizning sayfalarda berimiz ba'zi vaqtlarda uchun. Turkiyaninki medialari shuningdan naqllanib beradi. Endi buni sirtdan qaragan bir odam bir grup kişiler kılıvatkan buluş mümkün de böyleydi de.
Ama ben bilmem onu bir bala kılıvatıdı. Okugaç, işligeç, yani şu işini kılıvatıdı. Ama üzününki isminin oturuğa çıkarışını halap ketmeydi. Şundan bu, onunki ismini beğenmey. Ama şu işini yalğız kılıvatıdı. Nurgun kişiler projekt edip durup kılıvatkan işini o yalğız kılıvatıdı. Vətən üçün de kılıvatıdı, millet üçün de kılıvatıdı. Yani fidakarlıkның örneği. Mesela biz oturuğa çıkıp kıldık, oturuğa çıkıp kılış ayıp emez. Ama perde keyinde kılıvatkan şunda karandaşlarımız var, bu fazilet. Aşkarı kılgan işte izçil kılış biraz asan. Demiş ki alkış kep tuğan dikin, belgelik menfaatler kep tuğan dikin, hem sana besin buludu. Ama mehbi kılıvatkan işte izçil kılış des. Demiş ki çünkü içinden bir enerjiye buluş gerek. Ya o enerjiye dini buluş gerek, Allah bana cennette bunun savabını birdi deydiğen. Ya ki bu enerjiye bir milli buluş gerek, ben milletimdeki üstün buluşunu, aziz buluşunu halayman, şunda koy. Ben bunun için bedel tutuşum gerek deydiğen, iç-içiden bir enerjiye buluş gerek. Ya ki benimki o yerdeki zulüm tatlıklı kırındışım, açam, hedem deydiğen bir ruh ve onun yüklengen bir ahlaki mecburiyet buluş gerek. Belki her işkilisi buluş gerek. Çünkü millilik bilen dinleyle karın karşınası emez. İşkilip içinden çıkıp durduğun bir enerjiye yok insan, bunu yıllarca kılanmaydı. Şu an ben tesirlendirgen kişilerden biri şu. Programımız müşahede ahırlıcıdı. Barlık kayndaşlarımız köyüne rahmet. Görüşkice aman babasıyla Allah'a emanet.